abortlardan keyin ko'pincha adenomyoz kasalligi kelib chiqadi. Ayolning nozik nuqtasiga qanday qilib kirib oladi? Biz uni miomalardan farqlab olishimiz kerak. Bachadonga umuman tig' tekkizmaslik kerak ekanda. Iloji boricha tig' tegizmaslik kerak. Hozir juda ham ko'p ayollarda adenomyoz ko'ryapmiz. Keysariyva bo'lganlarda ham bo'lish ehtimoli yuqori hisoblanadi. Og'riq bo'ldi, boraman deydi, hammasini to'plab bittada kelishadi. Ko'krakda muammo chaqiradi, mastopatiya, kistalar chaqiradi. Agar polip ichkaridan o'sgan bo'lsa, qon ko'p ketadigan bo'lsa, Ayniqsa biz o'zbek ayollari asabiylashmaslik. to'ppa-to'g'ri ayollar asabiylashadi, hammasi asabiylashadi. Aziz opa-singillarimizga assalomu alaykum deya dasturimizni boshlaymiz va siz tomonidan ginekologik muammolar bilan jumladan bachadon endometriozi yoki adenomyoz va polip bilan juda ko'plab savollar yo'llangan. Aynan ushbu savollarga javob olish uchun oliy toifali shifokorlarimizni, ya'ni ginekolog hamda o'zida shifokorimizni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. O'zi bu kasalliklar ayolning nozik nuqtasiga qanday qilib kirib oladi? Endometrioz, bachadon adenomyoz kasalliklari ko'pincha aksariyat ayollar abort bo'lgandan keyin bo'ladi. Abort bo'lgan bo'lsa, qanaqadir operatsiya qilingan bo'lsa, ichkarida bo'lgan muammolardan kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Ya'ni bachadonning ichida bo'ladigan manipulyatsiyalar deyiladi. Ulardan keyin kelib chiqadigan abortlardan keyin ko'pincha adenomyoz kasalligi kelib chiqadi yoki polip gormonal buzilishlarga olib kelishi mumkin. O'sha bachadonni lat yeyishi oqibatidami? Misol uchun abort holatida nima qiladi? Ichini qirildi, endometriy qavati chuqurroqqa kirib qoladi. Chuqurroqqa kirib qolish natijasida endometrioz kasalligi chuqurlashadi, boshqa to'qimaga o'tadi. Bachadonni adenomyoz yoki endometrioz deganimizdek o'choqlar bilan egallab oladi. Ko'pincha abortlardan keyin kelib chiqadi yoki qanaqadir operatsiyalardan keyin kelib chiqadi. Ba'zilarda o'zida ham bo'lishi mumkin, endometrioz kasalligi bo'ladigan bo'lsa, genetik holatlarda ham bo'lishi mumkin. Onasida bo'lgan bo'lsa, nasli ham bo'lishi mumkin. Diyora, bunaqa holatlarda o'zida shifokor sifatida siz qanaqa darajada aniqlaysiz? Adenomyozni o'ziga xos UZI kartinasi bor. Bu diffuz bo'lishi mumkin, o'choqli bo'lishi mumkin. Biz uni miomalardan farqlab olishimiz kerak. Juda ham важно bu narsani farqlash, chunki lecheniasi ikkalasi har xil bo'ladi. Adenomyoz qanchalik tarqaganiga qarashimiz kerak. Hozir juda ham ko'p ayollarda adenomyoz ko'ryapmiz. Praktichески hamma tug'gan ayollarda adenomyoz уже kuzatilyapti. Buni agarda har bir ayol o'zini poliklinikasida yoki o'sha ginekolog qabuliga borganda yoki o'zida shifokorning oldiga borganda shifokor bemalol tahlil qilib berish kerak, to'g'rimi? Ayolda mana shunday holat kuzatilayotganligini. Keysariyva bo'lganlarda ham bo'lish ehtimoli yuqori hisoblanadi adenomyoz kasalligi. Adenomyoz kasalligi o'sha bachadonni o'sha ishiga olib keladi keyin. Yallig'lanishiga, hayz kelgan paytda og'riqlarga olib keladi. Keysariyva bo'lganlar aytganimizdek o'sha bachadonda bo'ladigan keysariyvalar operatsiyalardan keyin kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Bachadonga umuman tig' tekkizmaslik kerak ekanda. Iloji boricha tig' tegizmaslik kerak. O'zi tuqqan ayollarda ham bo'lishi mumkin. Bu endometrioidning kasalliklardan turiga kiradi, gormonal buzilishlarning turi bu ham. Gormonlari inson organizmida o'rni shu qadar balandki, shu qadar kuchliki, juda ko'p ginekologik muammolarni keltirib chiqarar ekan. Qaysi gormonlar yaxshi ishlashi kerak ayollarda? Estradiol gormoni oshib ketsa, sizda muammo paydo bo'ladi degan. Ya'ni sizda mioma kelib chiqishi mumkin yoki endometrioidning kistalari kelib chiqishi mumkin. Ularni chunki podavlat qilib turadi, ya'ni bosib turadigan gormon bu progesteron gormoni hisoblanadi. Poliplar kelib chiqishi mumkin. Ko'pchilik polip kelib chiqadigan ayollarda miomasi bo'ladi. Chunki shuni o'zi ko'rsatib turibdi, estradiol gormoni buzilishi natijasida korreksiya bo'lmayapti progesteron bilan. Shuni natijasida ularda kasallik paydo bo'ldi, polip bor va kista, mioma kelib chiqaradi. Bir yaqinim bilan suhbatlashganimda, qarang, bachadonda adenomyoz bor. Tuxumdon kistasi bor tuxumdonda. Mioma bor. Hammasi bir vaqt o'zida paydo bo'lishi mumkinmi? Ketma-ket paydo bo'laveradi. Agar e'tibor bermasangiz egallashadi. Ya'ni aytganimdek, dushman kirib oldi, o'tdagi hamma sog'lom to'qimani nobud qilmaguncha qo'ymaydi, ketaveradi. Tuxumdonni hammasini egallaydi, endometriyaga o'tadi. Nishon a'zo ayol kishida bachadon ichki qavat endometriy hisoblanadi, bachadon va tuxumdon hisoblanadi. Ya'ni gormonlarni uradigan nishoni. Ko'payib ketsa, uradigan joyi shot bo'ladi. O'tdi, charchatgandan keyin tepaga chiqadi. Ko'krakda muammo chaqiradi, mastopatiya, kistalar chaqiradi, qalqonsimon bezga muammo beradi. Hammasi ketma-ket egallanib ketaveradi. Shuning uchun vaqtida ko'rikka borish kerak, uni vaqtida davolash kerak. Jigar muammosidan ham kelib chiqadi adenomyoz, endometriozlar. Agar hozir nimaga fast foodlar ko'payib ketgan, noto'g'ri ovqatlanish ko'payib ketgan, uni natijasida gormonal fon buziladi.
Gormonal fonni ayol o'zi bilmagan holatda buzib qo'yadi va kasalliklar kelib chiqadi. To'g'ri aytyapsiz. Menga ham o'ziga kelishadi ayollar. Bitta ayolda buket hammasini ko'raman. Polip bo'ladi, adenomioz bo'ladi, miomasi bo'ladi. Bitta emas, еще bir nechta bo'ladi miomalari. Kista bo'ladi. Ikkala tuxumdonda kistalar bo'lishi mumkin. Har xil kistalar bo'lishi mumkin turiga qarabda. То есть bitta ayolda целый buket ko'rishimiz mumkin. Bu hammasi тоже gormonal buzilishlar hisobiga bo'layotgan Yosh narsa. qizlarimizda ham kuzatilishi mumkinmi? Qizlarda ham bo'lishi mumkin. Bu ham hammasi nimani ko'rsatyapti? Bizani ayollarning befarqligini ko'rsatyapti. Og'riq bo'ldi, boraman deydi, hammasini to'plab bittada kelishadi. O'sha ham dumalab tushganda kelishadi. Qarabsizki, unda davolash ham uzoq bo'ladi, davolash ham qiyin bo'ladi. Shu o'rinda onalarimizga albatta eslatib o'tishimiz kerakki, ginekolog qabuliga yoki uzilish shifokori qabuliga kelish bugungi kunda uyatli emas. Bemalol kelishlari, farzandlarni salomatligi uchun qayg'urishlari muhim hisoblanadi, to'g'rimi? Albatta, hatto bitta uzidi qilib qo'ysinlar. Agar normada bo'ladigan bo'lsa, ginekologga kirmanglar. Muammo bo'lsa, tug'ish shifokorini o'zi kirgizib yuboradi. Kirishingiz kerak, konsultatsiya kerak. Polip o'zi homilador bo'lishga xalaqit qiladimi? Polip uni o'lchamiga va joylashgan joyiga qaraladi. Polip bo'lishi mumkin bachadon ichki qismida, endometriyda va polip bo'lishi mumkin bachadon bo'ynida, tashqaridan chiqib turadi. Unaqa poliplar u ham ko'rsatadi, bu ham estradiol gormonni oshib ketishi, gormonal buzilish natijasida kelib chiqadi. Agar polip ichkaridan o'sgan bo'lsa, qon ko'p ketadigan bo'lsa, polip olib tashlab gistologiya tekshiriladi. Agar polip mayda bo'ladigan bo'lsa, joylashgan joyiga qaraladi. O'sha homila yopishadigan joyga to'siq qilmaydigan bo'lsa, homiladorlikka harakat qilinadi. Poliplar ham hozir juda ham ko'payib ketgan, hattoki qizlarda ham poliplar bor. Hali turmush qurmagan qiz, yosh katta bo'lgan sari gormonal fon buzilsa, bu kelib chiqaradi. Hozir kasalliklar yoshargan, ularni asl negizida esa faqatgina yeb ichish emas, ayolning asab sistemasi ham turadi. Lekin bu bizni o'zimizni qo'pol qilib aytganda immunoy anaqamiz, mana xarakterimizga kirib ketgan narsa. Asabiylashmasdan yasha olmaydi. Ayol hissiyotlarga boy hisoblanadi. Ayniqsa biz o'zbek ayollari asabiylashmaslik. To'ppa-to'g'ri, ayollar asabiylashadi, hammasi asabiylashadi. Bilasizmi, organizmda kuniga qancha kerak emas hujayralar paydo bo'ladi. Lekin organizm shuni kurashadi, yutib chiqadi. Lekin sizda asab sistemasi bilan birga gormonal metabolizm, ortiqcha vazn bo'ladigan bo'lsa, kurashuvchini o'zi qolmaydi. Nima qilish kerak? Agar siz organizmingiz yaxshi vitaminlarni qabul qilishini xohlasangiz, sog'lom turmush tarziga e'tibor berish kerak. Hozir unaqalar bormi? Hozir hamma o'rganib olgan. Ko'chadan ovqat yeydi, fast food, kichkina bolalarga ham ko'l ichirishadi. Vitaminlarning so'rilmasligi natijasida kasalliklar ko'payaveradi. O'zi dasturimizni taqdim etishdan maqsad shu. Ya'ni sog'lom turmush tarziga qayting. Oddiy, to'g'ri ovqatlanish hayotni qanchalik o'zgartirishi mumkinligiga gapiramiz, lekin e'tibor berishmaydi. Yoki 10,000 qadam yoki suv ichish, to'g'ri suv ichish tartibi yoki umuman ginekolog yoki uzilish shifokoriga boring, 6 oyda bir marta, 1 yilda bir marta ko'rining desa ham, mayli deb eshitib qo'yishadi-yu, xuddi ozish uchun bugun harakat qilaman deb sahran etib qo'yasizda, lekin ertasi kundan esdan chiqib ketadi-yu, xuddi shunaqa narsa. Lekin bu borib yig'iladi va bitta katta kasallikka aylanadi. Undan keyin ayollar davolataveradi, uyda janjal, organizmda janjal, signal bo'lsa ham e'tiborsizlik bo'lib, mana undan keyin albatta bizning markazimizga murojaat qilishmoqda. Ya'ni menda miomam shunaqa katta tarzda, endi uni operatsiyaga borishim kerakmi degan. Yo'q, operatsiyaga bormasdan turib ham aynan ginoflora svechilari bilan bemalol mioma, kista, polip, adenomioz kabi kasalliklardan xalos bo'lishingiz mumkin. Buning uchun bor yo'g'i biz tomon bitta qadam tashlashingizni o'zi kifoyadir. Shu o'rinda sizga bugungi suhbat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Keyingi dasturlarimizda qaysi savollaringizga javob berishimiz kerakligini albatta izohlarda yozib qoldiring. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aziz ayollar, o'zingizni asrang, avaylang.